Million prosmotrlarga erishadigan sirli usul. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, e'tiboringizni tortdim. Bu hook. Hook o'zi nima? Nima uchun kerak va qanday ishlatilishi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Undan tashqari, video oxirida 20 ta yozilgan hook usulini beraman. Keling, oldin hook o'zi nima degan savolga javob bersam. Hook bu 3 sekundlik gapiriladigan gap bo'lib, videozni ko'rayotgan auditoriyani e'tiborini jalb qilishga yordam beradi. Hook o'zi nimaga kerak? Hozirgi kunda biz informatsion davrda yashayotganimiz uchun ma'lumotlar juda ham ko'p. Raqobatchilardan ajralib turib, videomizni oxirigacha ko'rishligi uchun hook bizga kerak. Hook nimaligini bilib oldingiz, endi samarali hook yozish usullarini aytib o'taman. Hookni birinchi usuli savol berish bilan boshlash. Masalan, siz buni bilarmidingiz? Qachondir buni qilib ko'rganmisiz? Keyingisi faktlar bilan boshlash. Dunyodagi 80% odam bu usulni yoki bu narsani qilib ko'rgan. Uchinchisi muammo va qo'rquv bilan boshlash. Masalan, butun umr noto'g'ri ovqatlangansiz. Agar siz bu ishni qilmaganingizda bankrot bo'lmasdingiz. Keyingisi top va qadam so'zi bilan boshlash. Masalan, daromadingizni oshirish uchun top 3 ta maslahat. Blogingizni boshlash uchun top 5 ta qadam. Keyingisi va'da berish bilan boshlash. Masalan, bu metod bilan siz bir oyda 10 kilo vazn tashiysiz. Storytelling usulida boshlash. Masalan, agar bu voqea bo'lmaganda, men hozirgi muvaffaqiyatga erishmagan bo'lardim. Yoki agar bu narsani voqeroq bilganimda, bu ishni qilmagan bo'lardim. Ya'ni o'zingizdagi hikoya bilan boshlash. Bu usullar bilan siz reelslarda, shortslarda va storieslaringizda ishlatishingiz mumkin. Hattoki reklama matnlarida ham shu hooklardan foydalansangiz bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, hook kontentimizni ochib beradigan kalit. Sifatli kontent yaratmoqchi bo'lsangiz, albatta shu qismiga alohida e'tibor berishingiz kerak. Bugun sizlar bilan hook nima, qanday ishlatilishi va uni usullari bilan tanishib chiqdik. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va menga obuna bo'lishni unutmang. Mana endi video boshida va'da qilgan 20 ta hook usullarini Telegram kanalimga yozib qoldirganman. Opisiyadan o'tib bemalol foydalansangiz bo'ladi.